Yaxshimisilar? Ko'rayotganinglar bodam o'yini tajdarliqidagi to'xtama, to'xti. Bu filmni yana tövendeki o'rlar alayda qo'lladi. Nice aptitali. Bu yerda hammamiz cho'lpon. Gözsiz nashta. Zodi aşı ziyon qildigan narsalardan boshqa hammasi bor ichida. Manchu sizlarga bir maxfiyatlikni deb beray-a? Sağlam yemeklik, salomatlikning asosi. Sağlam turmushingizning kapolati gözsiz nashtalar. Bak kichiklikka. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmas men hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hatim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Özümnің ой пікірім бойынша, yaqinlarim bilan maslahatlashib, az to'la to'yliqlarni yezib akagandim. Ko'rib baqamla. Ma'qul qudam, ma'qul. Ma'qul apa. Ma'qul. Toyning ushaq chiqqanlarini ustiga olgandan sirt bir Toyning ushaq chiqqanlarini ustiga olgandan sirt 110 üstellik ma'raka zonning chiqimi, qizimizga 180 gramdan 200 gramgacha oltin buyumlari, kiyim-kechaklari, 24 qiz qo'ldishining kiyimlarini elib bergandan sirt yana har biriga birdan uzuk, qizimizga to'ydan keyin kiydigan 10 qur import kiyim, aile saymanlarının dağlık markalarını algandan başka kız yötkigende maşını icare qilishga bo'lmaydi. Şunu yeni maşını elish kerak. Onundan başka kızımızdan nevr aka adlarga qo'lning yetishicha qo'lni seqi qilib so'g'at elishga. Balam, ne oldu? Oğlum, çay içiver. Neler izletti? Bilmeye bakalım. Kızım, ben şu uzun yerlerini qisqartib, artıqlarını elib etib, tekrarlab, mush qudamni o'ylab, mushunchalik yezib ekeldim. Qandaq qudam bo'ptimi? Bo'pti qudam. Shunda obdan bo'pti. Buningdan boshqa qizimizga qo'ydigan pulning tizimligi yo'q-ku. Onu şu amrak qizimninki hammalar bilan bir maslahatlashib, sizlarga yana ayirib xabar qilamiz. Ma'qul qudam, ma'qul. Qani. Ağaç o'tiraylik. Qani, elishsizlar. Apa, toyning sılığı sal eg'irib ketdimi ha? Bo'ldi qil balam. O'zing qundaq besim qilma. Dadang har qanday ish bo'lsa, uy besatimizni sassaqmi, balani yaqirtadigan ish qilmaymiz degilik. To'la o'ylama balam. To'yliqdan boshqa qizga qo'ydigan 30-40 ming qo'y chiqib qolar. Apa, lekin bu to'yliq qizga qo'ydigan puldi. Balam. Eng muhimi to'ydan keyin sizlarning xushal, baxtlik, kulib yashaganingni ko'rib o'ssaklan bo'ldi. Uningdan boshqa hech kim kerak emas bizga.
Ana. Çoluk gitsen koy. Bu odatda ilhom yo'qmish, cho'lib ketadi bu. İlan degan kim o? Cho'miz. Keldingmi? Rejo. Uyumalar gerek. Ola. Yo'q. Bilishmabsan. Allanmasin. Nima bo'lsa, chiroylaring so'zib, loba darvishda ko'kibsan qo'y. Shunday. Ey. Chiroyingni najab bir xil ko'ngling yerimda ko'rindi qo'y. Undan emas-ku. Rost bir qismda turdi chiroying. To'xta. Rostlaşımı? Biz to'shqi birishgan bo'lmadi. Sen birish bo'pti degina. Başka iş mi? Yok. Ay, şu toyunun sılığı Sal egri kelyapti desam. Ha. Başka sılıqlarni hamda asosan ratartoviz chiqib berdi. Da bir qog'ozga yozibdi. Qo'limga qo'yib o'qay deb olsam. Xil uzunli qog'ozga bu. Shu o'qisam mashina oldi ekanman. Qiz tarafning qo'ldoshlariga kiyim oldi ekanman. Import kiyimlarini oldi ekanman. Ha, ular mayli. Deqa qiz qo'ldoshlarining hammasiga birdan uzuk oldi ekanman. Yo'q, bana. Ey. Mencha qara, sen bu ishni berib Shahlo bilan obdan maslahatlash. Shahlo apsiq xizmat ishlasin. Nimalarni deb yuradigansa? Men cho'schu. O shahlarni o'tirib selib xijli qilmay, opsizlar udul berib paranlasam bo'lardi. Men bir kuyog'ul u uyga berib iqtisod to'g'riliq yapsam qolmashama. Nar qanlashmaydi. Deysa, yaxshi ko'rib oldim deganki, uncha ishdan qo'rqmaysan qara. Mana men ayni vaqt to'y qanchaqda ayolimni uyga berib ishing tepib kirdim degina, Andan keyin qo'rqib qolmoqdaman. O'tirajim. Qara to'xta. Sen peshin qotirib jimigina bu ishlarga. Ishlarchi amiz vaqtga kelganda shu o'z yo'lda o'xshib ketadi bu ishlar. Shu hozir o'ngshilib ketishini, o'ngshilib ketsa bak yaxshi bo'ldi. Bu siliqlardan sirt yana qizi qo'ydigan pulning kepini qimmidi hamda uni qancha pullaydi? O'zinglar bilsizlar. Men shu maktabga kirib, oliy maktabni bitirib, shu hozir xizmatga o'rilishib, ta hozirgacha hali hamma uydagilar menga oz-poz iqtisod avatib turyapti-da yetishmagan ayollarga. Men o'zimning astola chiqqan pullarim bor. Shuni yetamkin deb o'ylagan. Lekin hozir dadamning gapini anglasam, o'zimni setib, bo'lsa to'yini qilamiz deydi endi. Chapasag'im kelmadi ular. Asli bu to'y degan bonchola hashamdaram bo'lib ketmasin, bo'ladigan gapdi. Shundaymi? Lekin shunda qilib olgan uchun qizlarning qadri bo'ladi deyman. Deyman-ku endi. Bu muhim emas. Aqasing to'y qilmoqmi? To'y qilma? Men to'y qilmadim. Ya qara. Bu to'y haqlarni eg'izak unda oson ish emas qara. Hammasi deydi, bir kunda to'y bo'ldi, tugaydi bu. Nada oson to'yadigan gap. Taskin shu. Bu yolg'iz ikki odamning ishi emas, u ikki jamoatning qetilishi u degan, uqdingmi? U bir kunda tugmaydi u to'y degan.
той қылсаң оған күнде той деген. Ey, şunca onun ismini toy deb qo'ygan. Tuysa da qoldirmay. Şahlan bitti. Ve Şahlan? Hemen qaytib keldim ha. Yo'q, bek to'ng'lamadim. Apam bilan deyishdingizmi? Ha. Yüzme? Şu qara Şahlan. Bu apam bilan abdan parangiz baksanız. To'xta. Ha. Adash. Ammo bu az bo'lsin hamda bizning to'rtimizdan ko'li. Nima qilganim? Ya, adash. Mana gap qara. Hamda mana to'yandimi baribir pul qo'ymiz shunda ku. Ham mavo seni maslahatchingga bizning qo'ydigan oldin ala qo'yib yetdik san pulni. Mani asomiz sizlarmi? Voy yo. Hamını qo'ydigan to'saq qo'y pulni. Shundaymi? Baribir pul qo'ydigan to'saq to'y deganman. Men to'y qanchadim qo'ydim-ku. Sen ekan biz qo'ymaymiz shunda. Rosa? Bu muhim emas, lekin cho'qim qaytirsa. Ya qaytirib berdi adash. Hamda biz shu qaytirdi deb seni hatto'gin to'y qilgandan keyin ishlar yaxshilab ketsa, sal bu pulni yig'ib hamda agar xohlasang to'yingdan keyin bizga qo'yasan bo'ldi. Yaxshi ketdi, hamma ish yaxshi ketdi qara. Hech nima mayli. Ben Şahlar bilan paranglashib
bu yana o'ylab bu yana o'ylab bir berib boqaymikin deyapti. Ashuna qil. Ashta qil. Mayli. Ko'rishib qana bir endi parangdan. Parangish boqay. Shahlaning opasimi ona bo'lgandan keyin bir bolaning qalbini tushuna. Bir berib boqaymi? Umid var bo'la, tushunda cho'qim. Yaxshi tutadi. Bir narsa yetib qo'yay. To'ydan keyin cho'qim ayrim pul saqla. Tushundingmi? O'sha Fatih qila. Bo'ldi sen berib. O'zing ish. Bilay, Shu men qo'timga to'ydama yiqib pulavi. Mushayda asqat. Qarta o'ynasangiz, badam qarta o'yiniga chiqib o'ynang. Badam qarta o'yiniga za o'yini, dodijo qatorliq o'yinlar qo'shilgan bo'lib, 500 ming o'yindosh sizning birga o'ynashingizni saqlayotidi. Baydudan yoki badam app hozirdan badam o'yini deb izlab tushira olasiz. Oppa, jinim oppa bo'ldi qila endi. Ma'qul degina, jinim oppa ma'qul degina. Hey, seni biz beqib cho'nqisoq. Hilitin u xalqning depini chilib, ularning gapini qilsan degina? Aqlsiz. Undoq emas jinim oppa. Qarab turib ularni shunchalar chiqim qildirib o'tamdiq deyman-da. Endi bizning oylik soatimiz yaxshi. Lekin yaxshi deb qilam endi. Shuhratparast qilsak bo'lmaydi-da, appa. O'zing o'ylab boqina. Voy oppa. Manga bek ishi götürkenlar. Hey. Mening degan shartlarimga qo'shilsa, ma to'yni qilma. Bo'lmasa, qanday qiz ixtiyori? Ularmichu menda qiz beqib, cho'nqib beqib, oningdan keyin oldimga kelsin, juma. Dadam savdo ishlari bilan sirtda aldirash yurmagan bo'lsa, uyda olgan bo'lsa, men tarafda tura qo'ydi yaqchon. Voy. Dadam mening oldimda. Jinim oppa. Shinacha. Bolam. Nechaman Yaxshi, keldi opa, o'zi teshikmi? Qani mau. Bo'lmayapti, o'tiraveray, opa. Siz o'tiring, siz o'tiring. Qani o'tiramiz. Men mushu atrofga azroq ish bijagilik kelgan. Men to'yliq azroq kamtik narsalarni evolay deb. Yaxshi bo'ldi. Shu sizni bir yo'qlab o'tay deb. Rahmat bolam. Rahmat. Aras. Az bo'lsin. Voy, kayıp ketibsiz-g'o. Voy, go'shsiz ekapsiz-g'o. Chaqchaq qilib qo'ydim. Bu narsalar va quvvatli-a? Quvvatli. Qo'ying qizim. Balam, o'zimizning gapiga kelsak, opingiz bilan munglashdingizmi? Bir qarorga keldinglarmi? Men mushlar kelgan aslapa. Bizning uydagilarning boshqa pek fikri yo'q. Ota-onam ikkiz qo'shildi. Lekin mening shu azroq o'ylaganlarim borda ham deb baqsam bo'larmi deb kelishimdi. Dana balam, qanday gap bo'lsa davering, tatinma. Mushu to'yning silig'i sal yuqorib ketgandek bilindi shunga. Qarang, o'g'lim. Hozir har ikkinglar to'yning qiziqchiligida ko'zinglar hech nim ko'rinmaydi. Burninglarni uchini ham ko'rib tursizlar. Turmush qurib bo'lgandan keyingi kelgusini sizlar hozir o'ylab yetolmaysizlar. Biz ota-ona bo'lg'uchilar albatta sizlarning baxtinglarni o'ylaymiz. Kelgusinglarni o'ylab turib, hamma ishni bir-birlab o'rinlashtiramiz. Bu deganingiz to'g'ri, opa. To'g'ri tushunaman. Meningcha endi bizning uydagilarning o'ylaydigani oddiy soddaroq to'y bo'lsa, endi bak so'zchacha ko'p ketmasa, isrofchilik ko'p ketmasa deb shunga. Qarang balam,
Hozir sizlar teqi yosh. Beshinglardan hech qanday issiq sovuq o'tilgani yo'q. Uning ustiga sizmi bilasiz? Shekla qizimizni biz doktorlikcha o'qitdik. Nada o'qib kelganligini hammanglar bilasizlar. Gerçi bizning o'g'limiz emas, qizimiz bo'lgan taqdirdimi, biz dadisi bilan ikkimiz mush qizimizning kelgusida to'y to'ykunni qilib qolsak, talaqlik qilib qolsak, qudularning oldida yerga qarab qolmayli, qo'limiz qisqa bo'lib qolmasin, qizimizning tili qisqa bo'lib qolmasin, ko'nglidagida qilib berayli to'yini deb dadisi bilan ikkimiz kecha kunduz tirishchanlik ko'rsatdik. Oxir mush kunga ulashdik. Albatta sizning ota-onangizmi sizdek bir yo'g'on erkak o'g'li bo'lgandikan, kelgusida to'yini qilib qolsak qanday qilamiz deb boshdan tirishish kerakdi. Boshdan mushuni o'ylash kerakdi. Boshqalarning oldiga dasturxon qilib berib qolsak qanday qilamiz deganini o'ylash kerakdi. Sizning maqsadingizni asosan tushundim. Lekin mening ota-onammi siz qizingizni beqib cho'ng qilgandek, jafolik bilan beqib cho'ng qilgandek, menimi shuncha jafo mushaqqat beqib cho'ng qilgan. Mening ota-onammi sizga o'xshash ota-ona. Mening onamning yuragida so'qiyotgan yurak sizning yuragingizga o'xshash yurak. Bola uchun kuydigan yurak. Men kichik. Men mush ishim bilan sizning oldingizda asli bunday gaplarni demasligim kerakdi. Lekin mening dadam, mening opamga hech qanday odamning haqorat keltirishini yaxshi ko'rmayman. Hamma odamning o'ziga tushliq rizqi bo'ldi-ku. Ba'zi odamlarga mol dunyo baldir keladi-ku. Ba'zi odamlarga vaqti keladi-ku. Yotgan qarab tutsunishni o'rganish kerak. Mening demakchi bo'g'unim. Bo'ldi. Maqsadingizni tushundim, opa. Hadi. Men burun to'y ishi degan ikki yoshlarning ishi deb o'ylaydim. Ikki yoshlar bir-birini yaxshi ko'rsa bo'ldi deb o'ylaydim. Lekin bu to'y ishi amaliyotda ikki oilaning ishi. Men asta qaytib olay. Appa bu sizning nima qilganingiz? Acaba mening o'zim yaxshi ko'rganimdan to'y qilish huquqim yo'qmi? Chiroyli qizim, ko'nglingizni tushunaman. Siz go'daklik qilma. Dunyoda hech qanday ota-ona, hech qanday ona farzandining baxtsiz bo'lib qolishini xohlamaydi. Esingizni ching tuting qizim. Bu dunyoda hech kim sizni ota-onangizdek haqiqiy yuragidan so'ymaydi. Mangulik so'ymaydi. Boshqa har qanday muhabbat o'zgaradi qizim. Faqat ota-onangizning muhabbati o'zgarmaydi. U muhabbat sizga boqivanda emas. Hatto bizimiz sizga boqivanda bo'lolmaymiz.
Мәңгі сіздің еніңізді bulanmaymiz kızım. Biz ayal kişi, aciz kelimiz. Beşinizga şundaq bir kunlar kep qolganda yanını sizga esqatadiğini siz hozir sal qarayotgan aşı mal dünya. Şahla, ben sizni yaxshi ko'raman. Şunu ikimizning baxti uchun har qanday tirishchilik ko'rsatishga rozi. Lekin cho'nglarning munosabati agar mushundaq yirik bo'lsa, keyingi turmushimizdan so'z etishga bo'lmaydi. Esingizda ching tuting Shahla. Men hech qanday odamning ota-onamga til tekkizishiga yo'l qo'ymayman. Bu ishlar mushada oyoqlasin. Baxtli bo'ling. Gün yanıla çıktı şerikti, seni aslar yürek nemişkan. Sensiz daim özümni sezmeyip çümüler men sevinçlarga. Sensiz kelgen aşu baxti, xush emasdir ko'nglim nemişkan. Asli tenimning yuragi senmu, asli o'ylarimning mazmuni senmu, asli yetilmagan orzuyum senmu. Asli tenimning yuragi senmu, asli o'ylarimning mazmuni senmu, asli yetilmagan orzuyum senmu. Hayallerim başlar kışınğa, amalım yok ama onunla. Hayallerim başlar kışınğa, amalım yok ama onunla. Kıynalar sen Balkim ba'zilar to'xtini qiziqqonlik bilan qaror chiqardi deyish mumkin. Biroq har odamning qalbida turmushga tutgan o'ziga tushliq tuvanchak bo'ladi. Balkim bu to'xtining eng tuvanchagi bo'lishi mumkin. Sodiq aytganidek, ba'zilarning to'y ishi qiz bilan yigitning rayi bilan bo'lmay, ikki odamning dunyosidan atlab, ikki oila, ikki jamiyatga berib taqishishi mumkin. Biz to'xti to'g'ri qaror chiqardim yo'q, buningga mutlaq hukm qilolmaymiz. Biroq shuni kesib ayta olamizki, biz eng ayashga tegishli kishilar ota-onalardir.
Cübiyette. Cübiyetini taşlap qoldi ekan, keyin 3 soat tashlamamiz. Bunday qilaman sizga yutuq qayqaram. Yaxshi o'ynadim shunda. Yomon qana yapta. Nasıl ne? Ben gözsüz naş diyeyim. Qozaq to'yamda onunğa, maladi ishga, quvvat manaslar. Ey, sen bu kuvvet kitap yağatkan tamqın qara baqa, üstüdeki mayını köydüğümü. Anadaki bunun terkibide nurgun dar damallar bakara. Bunu yeyemezsen bağı, adam bedenilik ziyallık degine. Şu an manda ozuqluq miqdarı mol bolğan, quvvetlik bolğan mandaq yaxşı narsalarni yap turishimiz kerak. Qanday narsaga u go'shtimi quvvatli? Nima kashlarni? Bunun terkibide nurgun narsa bakara. Masalan, odamga yo degandek nurgun narsa bor bunun terkibide. Ashta chiqasizlarmi aka? Yo'q narsa yo'qmi buningda? Ba? Nima? Bunun terkibide qara, temtit tutqusi yo'q, chirtishdan saqlag'ich yo'q, anandikin hamda shakar yo'q. Chiqib yig'ib aytgan vaqtda hamda ziyonliq narsalar yo'q. Endi narsalar olsa naqman. Tenjachi yo'q. Yeni badom o yo'qlar. O'tib qo'qani. Hey, seni biz beqib cho'nqisa, yeliyetim xalqning depini chilib, xalqni Ben bunu toy qilish faqat yaxshi ko'rishadigan ikki qiz o'tirish. Toy qilish faqat yaxshi bir-birisini yaxshi ko'radigan ikki qiz o'tirish. Bundan bir başlan cümle olsun. Ben bu. siz yoshlar Bugün bana isimli çıkmadan dersini alın. Papa, ben iş yügetme sırrını buldu. Filmimizni to'xtama-to'xtay Undar salonidan. Tuvandagi app detallardan. Yuqorqi salonlardan. Ham tuvandagi hurmatlardan. Filmimizni qo'llab beratgan, shundaqla tarqitib beratgan barliq taraflarga ko'pdan-ko'p tashakkur. Ajringlarga rahmat. Filmimizni har qaysi taraflar o'z oldiga taqasib bo'ldi.